Akalar, assalomu alaykum. Bu zakasimiz Samarqanddan tushdi. Bir akamizga chiroyli qilib tayyorladik. O'g'illariga hadya qilmoqchi ekan. Chiroyli qilib tayyorlab jo'natib beryapti Samarqand Bulung'urga. Bu chopqisi. Terishlarni ham katta boltasi. Umarjon va Zarifjonga otasidan hadya deb yozib berishini so'radi. Dadasi, xohlasa. Chiroyli qilib yozib berdi. Buni ishlatsanglar ham, qovoqsanglar ham bo'laveradi, xohlasa. Lezalarni o'tkazib qo'yganmiz. Bu kichkina pichoq. Bu choqqida bemalol akarachga baliq, yengil so'ylar chopsanglar bo'laveradi. Bu terishlardan pichog'i. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar.